Xudo xohlasa bugun mana odamlarimizga chakkalar o'rnatib qo'ydik. Lekin Qo'rg'ontepaga o'rnatdik ularni. Xudo xohlasa. Ikki yugurib qo'yadiganlar qilib 30 santimetr. 1,5. Qo'rg'ontepa yangi ishgan ularni. Yana bir narsa mana shu o'rnatib aytganda bir yo'lma konditsioner tepasini yoqib qo'ygani bitta temir ishlatib qo'ysa bo'lar ekan. Hozir hayoliga kelib qoldi. Qo'yish kerak ekan, bir o'zigani o'rnatgan deganda.